sherning nomi insonlar. Shaytonga dars bergan insonlar, plastinga qarz bergan insonlar, yo'li qiskan bu insonlar, dayuz, beyuz, iymoni so'z insonlar, Xudodan qahridan qo'rqmagan insonlar, ota-onaning qarg'ishidan qo'rqmagan insonlar, ayog'in tagin ko'rib kelajakdan umid uzgan insonlar, birovlardan qasd qilib o'z o'tmishini unutgan insonlar, kumush tillo o'ylagan insonlar, oxiratni, e'tiqodni unutgan insonlar, pul oldida iymonini yutgan, olib turgan insonlar, labis qilib yutga ichgan insonlar, kambag'allikda so'rashmay boyligida quchoq ochgan insonlar, boshiga ish tushganda ortga qaramay qochgan insonlar, birov hurmat qilib oshirib so'rasa dardini doston qilgan insonlar, birovdan umidvor bo'lib so'ramasdan yegizgan insonlar.